Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar, obunachilar, bog'bonlar. Mana bugun sanamiz 10-iyun sanasiga yetib keldik, 2025-yil. Biz yana shu uzum bog'damiz. Bugun men sizlarga yana bitta foydali ma'lumotni chiqarmoqchiman, video qilib, qo'limizdan kelgancha. Mana bu navimiz preobrazение navi. Mana shingillarini juda yirik, boshlari ham 1,5 metr chiqadi, 2 qarashdan oshiq. Mana yangi nav, chetdan kirib kelgan yangi navlardan. Hozir mana shu yangi navlarni qanday qilib tez ko'paytirsa bo'ladi, shu haqida bitta video tayyorlayman. Parxama usulida ko'chat yetishtirishni. Ko'chatimiz qoldirdi mana. O'tgan yili bitta novda qoldirganmiz. Yerdan boshlab taxminan 2 metrlik novda, o'shandan yangi novda o'sib chiqqan. Hozir buni yerga qayrib parxama qilamiz. Mana yerda taxminan 20 cm, 25 cm atrofida chuqur qazib oldik. Hozir ko'chatni yotqizamiz mana shu chuqurga. Keyin novdalarni taxlab, qayirmasdan mana shunday yotqizib chiqamiz. Endi buni mana bu novdalarni taxlab olamiz. Mana bunday tepaga chiqarib, pastdagi barglarni sal ochib olsak bo'ladimi? Uch tarafini. Ehtiyotlab yotqizamiz. Mana barglarni ochib tashlab, sekin tuproq bilan ko'mamiz mana shu joyni. Novdalar taxlab, o'sib chiqqan novdalarni taxlab chiqamiz. Yigirma 25 cm atrofida ko'mib yubordik. Endi mana novdalarni taxlab tarab qo'yamiz. Har bitta mana bu novdasidan bittadan ko'chat bo'ladi kuzda. Ildiz otib yuboradi. Shunday kuzda buni qo'laymiz va har biridan bittadan ko'chat olamiz. Ildiz otadi buni tagidan. Hozir mana bu yerda nechta ko'chat chiqadi mana shu yerdan? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ta. Bitta novdadan 20 ta ko'chat. Kuzda yaxshi, baquvvat ko'chat bo'ladi. Novdalarni parxama qilib bo'ldik. Suvni ochdik mana. Kapelni sistemadan. Buni ko'proq ochdik. Suvni birinchi marta sug'orishda yaxshilab namlash uchun keyin kamaytirib qo'yamiz buni burab. Mana ikkinchisi bu yoqdan tomayapti. Mendan ko'pchilik mana shu YouTube kanalingiz orqali qanday bir foyda qilasiz, sizga qanday foydasi bor deb so'rashadi. Men bu YouTube kanalimni ko'proq mana shu bog'dorchilikka oid videolar tayyorlayman. Kimgadir foydasi tegadi degan maqsadda shu video chiqarib turaman bu kanalimda. Men o'zimga hech qanaqa foydasi yo'q. Buning hech qanday moddiy taraflama ham foyda kelmaydi menga. Faqat mana shu bog'dorchilikka oid ilmimni
o'zimda qo'limdan kelgancha shu odamlarga yoritib, kimgadir foydasi tegishi uchun ochganman bu kanalni. Mana shu qo'yayotgan videolarim kimgadir foydasi tegsa xursand bo'laman. Mana shu o'zimchilikda o'zim bog'bon bo'lganligim uchun. Bu bog'dorchilik bizga ota kasb emas. Bizning oilada bog'bon bo'lmagan, dadamlar o'qituvchi bo'lgan. Mana shu men o'zim yangi boshlaganman bu bog'dorchilikda. Endi o'rganayotgan paytlarim ba'zi bir bog'bonlardan so'rasam, bog'lariga borib maslahat so'rasam, to'g'ri maslahat berishmasdi-da. Endi ilmini qizg'anib, mana shu tajribalarini o'rgatishmasdi. Lekin juda ko'p yaxshi ustozlarim bor, bog'bonlar bor, yaxshi insonlar ko'p. O'shalardan o'rganib, mana shu kitoblardan o'rganib, mana shu sohani boshlaganman bog'dorchilikda. Endi mana shu o'zim qo'limdan kelgancha kimgadir foydasi tegsa xursand bo'laman mana shu chiqarayotgan videolarimni. Shuning uchun mana shu YouTube kanalini ochganman. Kimgadir manfaati tegsa, foydasi tegsa xursand bo'laman. Mayli, salomat bo'lingizlar. Videolar yoqsa bittadan like bosib qo'yingizlar kanal rivoji uchun.